Assalomu alaykum aziz dindoshlar, 15-darsimizga xush kelibsiz. Bugungi darsimizda cho'zish belgilari degan mavzuning ikkinchi qismini o'tamiz. Esingizda bo'lsa, biz o'tgan safar birinchisini o'tgan edik, unda 3 ta qoida o'rgangandik. Bugun 4-qoidadan boshlab davom ettiramiz. 4-qoida. Qarang, alifning ustida fatha tikka holatda kelsa, 2 harakat cho'zib o'qiladi. Ya'niki alifning ustida mana alifning ustida endi fatha tikka holatda ham kelishi mumkin ekan. Agar alif ustida fatha tikka holatda kelib qolsa, buni 2 harakat cho'zamiz. Ya'niki endi bu odatda o'z a deb o'qilardi-ku, fatha kelganda. Lekin tikka holatda kelsa 2 ta a deb o'qiladi. Ya'niki a deb o'qiladi. 2 harakat cho'ziladi deyiladi mana shu narsa. Ya'niki mana alif ustida bitta cho'pcha kelib qolsa, 2 ta a deb o'qiysiz, xolos. Misol uchun qarang, misol. Mana shu holatda kelyapti. Alif ustida bitta fatha kelyapti tikka holatda, 2 harakat cho'zamiz. Bu a D A M. Shunda Adam. Mana bu yoqqa o'qilishini yozib qo'ydim. Adam. Demak, alif ustida cho'pcha tikka holatda kelib qoladigan bo'lsa, 2 harakat cho'zib a deb keyin dam o'qilar ekan. Shunda Adam. Tushunarli? Demak, alif ustida bitta fatha tikka holatda kelib qolsa, 2 ta a ga teng bo'lar ekan. Umumiy xulosa qilsak. Shunda Adam deb o'qiladi. Endi bu bizning Qur'on kitobimizda tikka holatda kelmasligi mumkin. Bizda boshqacharoq kelishi mumkin, lekin umumiy holatda aytib ketyapmiz. Ayrim Qur'on kitoblarida shunaqa holatda ham kelib qoladi. Lekin siz uyingizdagi Qur'on kitobida bo'lmasligi mumkin, lekin umumiy holatda aytib o'tyapmiz. Endi 5-qoida. 5-qoidamiz endi kasra ham tikka holatda kelishi mumkin. Misol uchun mana Ibrohim degan so'zda mana h harfini tagida kasra tikka holatda kelyapti mana. Bu tikka holatda kelsa ham o'zimizning kasraga teng mana. H-i. Hech qanaqa farqi yo'q. Faqatgina aytmoqchi bo'lgan narsamiz, kasra ham endi tikka holatda kelishi mumkin mana. Tikka holatda hamda o'zining holatida. Ikkalasi ham bir-biriga mutlaq teng hisoblanadi. Tikka holatda ko'rib qolsangiz ham oddiy i harfidek o'qib ketaverasiz. Asosiy farqi shunda. Faqatgina yozilishda farqi bor, o'qilish jihatdan hech qanaqa farqi yo'q. Asosiy maqsad endi shu kasramiz ham tikka holatda kelishi mumkin ekan. Lekin bu ham bizning Qur'on kitobimizda bo'lmasligi mumkin. Lekin ayrim Qur'on kitoblarida tikka holatda ham kelib qoladi. Endi 6-belgimiz. Ushbu belgi, ya'niki quyidagi belgicha teng bo'ladi y harfiga. Y harfiga teng hisoblanadi. Endiki Qur'oni Karimda bu ham juda ham ko'p kelgan, quyidagi belgichani ko'rib qoladigan bo'lsangiz, ushbu belgicha bundan buyon y harfiga teng bo'lar ekan. Misol uchun, hozir bu yog'ini men yopib turaman, hozircha shart emas. Faqat ikkita so'zga qaraymiz. Umumiy xulosa quyidagi belgi y harfiga teng. Endi qarang. Masalan, B-I-H-I, bihi degan so'zda mana b ni o'rnida b kelyapti, i ni o'rnida i, h ni o'rnida h, faqat bu so'z oxirida yozilishi, o'rtada yozilishi, bilasizmi? H ni o'rnida h kelyapti-da, hamda quyidagi belgichani o'rniga mana y harfi. Tushunarli? Mana y harfi quyidagi belgichaga teng. Ya'ni buni o'qiydigan bo'lsak, qarang. Xulosa qilib olsak, ya so'zda kelib, o'zida hech qanday belgi bo'lmasdan, undan oldingisi kasralik bo'lsa cho'zib o'qiladi. Buni o'qiydigan bo'lsak, bihi 2 harakat cho'zib o'qiladi, 2 harakat. Shunda bihi biz buni o'tdik, cho'zib o'qish degan mavzumizda. Bu ham shunda bihi deb 2 harakat cho'zib o'qiladi. Chunki quyidagi belgichamiz bundan buyon y harfiga teng ekan. Shuni ko'rib qolsangiz, demak, bihi 2 harakat cho'zib i ni 2 ta qilasiz. Bihi. Endi qarang, bu belgicha y ga tengligini bildik. Endi qarang, y harfi biz oldingi darslarimizdan o'tganmiz, tagida 2 ta nuqtasi bo'lmasa ham y harfiga teng. Xulosa qilsak, uchalasi ham bir-biriga teng bo'ldi. Quyidagi belgicha y harfiga teng ekan, hamda nuqtachasi yo'q bo'lsa ham bu y edi, shuning uchun bunga ham teng bo'ladi. O'qilishini bu yerga yozib qo'ydim mana. Bu qarab o'qiymiz mana. B ni o'rnida b, i ni o'rnida i, h ni o'rnida h, i, mana bi, hi 2 harakat cho'ziladi. Ya'ni 2 harakat degani ini 2 ta cho'zish degani, ya'ni bihi deb o'qiladi mana. Umumiy xulosamiz quyidagi belgichamiz y harfiga teng ekan. Endi 7-qoidamiz. Vav harfi kichkina holatda yozilishi mumkin. Ya'niki qarang mana. Mana biz bilamiz vav harfi, ya'ni v deb turaylik, mayli, v harfi kichkinacha holatda ham yozilishi mumkin ekan mana quyidagi holatda. Bu ham v ga teng bo'lar ekan. Misol uchun qarang. L a h u, lahu 2 harakat cho'zib o'qiladi. Nega? Vav so'zda kelib, o'zida hech qanday belgi bo'lmasdan, undan oldingizda dommalik bo'lsa cho'zib o'qiladi. 2 harakat. Shunda lahu 2 harakat cho'zasiz. Ya'niki mana 12 ta qilasiz. Lahu yoki bo'lmasa bunga e'tibor bersak, l a h u lahu. Mana bu yoqda faqat h ni oxirida yozilishi so'zni, bu yoqda esa o'rtasida yozilishi. Mana e'tibor bering.
katta vav harfi kichkina vav harfchasiga teng ekan. Hamda yoqqa o'qilishini yozib qo'ydim. Mana l o'rnida la h u lahu ikki harakat cho'zdirishni bilish uchun mana ikkita u yozib qo'ydim. Ya'ni siz kitobdagi hamma so'zga o'qishni yozib tashlamang. Faqatgina shu ikki harakat cho'zdirishini bilish uchun men yozib qo'ydim. Umumiy xulosamiz kichkina vchamiz ham katta vga teng ekan. Lahu bu ham lahu deb o'qiladi. Mana ikki xil holatda yoziladi. Bundan men bu holatda kelmaydi endi. Qur'onda quyidagi holatda keladi. 2 kunda 7 ta qoida o'tdik. Bugun endi o'tgan qoidalarimizni bir takrorlaymiz. Umumiy holatda aytadigan bo'lsak, bugun 4 ta qoida o'tdik. Birinchisi, alif tusida uzun cho'p keladigan bo'lsa, ikkita a deb o'qilar ekan, a deb o'qilar ekan. Hamda harflarning tagida endi kasramiz tikka holatda ham kelishi mumkin ekan. Bu ikkinchi qoidamiz. Yana bitta o'tgan qoidamiz, quyidagi belgicha ya harfiga teng bo'lar ekan, hamda v harfi kichkinacha holatda ham o'zishi mumkin ekan. Bugun shu o'zi 4 ta qoida o'tdik. Bu 4-qoida, 5-chi, 6-chi, 7-chi qoidalar bo'lib bugun o'tdik. Endi bu 5 ta degani nima degani? Sizga uyga sifa bo'ladi. Shu 4 ta qoidaga 5 tadan Qur'oni Karimdan misol topib kelishingiz kerak bo'ladi. Har biriga 5 tadan. Lekin aytib o'taman yana takror, quyidagi sizni Qur'on kitobingizda bo'lmasligi mumkin, hamda tikka holatda yozilgani ham bo'lmasligi mumkin. Lekin bu ikkalasi aniq bor. Juda ham ko'p keladi. Hozir men yana bir qiynalmasligingiz uchun shu ikkalasiga Qur'ondan misollar ko'rsataman. Y harfini bu holatda yozilishiga hamda vav harfini bu holatda yozilishiga hozir misollar ko'ramiz. Uygasini faqat oldindan aytib qo'ydim. Shu 4 talasiga 5 tadan misol topib kelasiz ekan. Hozir endi ikkalasini hozir Qur'on Karimda ko'rsataman. Yaxshi eslab qoling. Quyidagi belgicha Y harfiga teng ekan, kichkina vav harfchasi esa katta vav harfiga teng ekan. Quyidagi misollarga e'tibor berishingiz mumkin. Mana hi deb yozilgan mana h i hamda mana bu belgichani qo'yilyapti. Bu belgichamiz y ga teng. Shunda hi cho'zib o'qiladi. Mana shu shetning o'zi hi mana y ga teng mana shu belgichamiz. Mana bu yoqda ham bor. E'tibor bersangiz, mana bu yoqda ham hi degan holatda kelyapti mana. Quyidagi belgichamiz y harfiga teng ekan. Ya so'zda kelib, o'zida hech qanday belgi bo'lmasdan, undan oldingizda kasralik bo'lsa cho'zib o'qiladi. Shuning uchun hi deb o'qiladi mana. Bu kecha o'tgan belgichamiz mana qarang. Bu yerda ham cho'zib o'qiladi. Cho'zishni bilar bu kechagi. Mana bugungiga ikkita misol ko'rsatdim. Y ga, endi kichkina vavchaga misol topamiz hozir. Mana quyidagilarga e'tibor berishingiz mumkin. Mana kichkinacha vcha mana qarang. Kichkinacha holatda kelayotgan shu harfcha katta vavga teng bo'ladi. Bu yerda ham hu mana cho'zib o'qiladi. Mana bu yoqda ham bor qarang. Bitta oyatda o'zi 3 marta kelgan mana. Bu yoqda, bu yoqda, bu yoqda. Mana shular hammasi katta vav harfi teng bo'ladi. Shunda mana masjid o'zini o'qiydigan bo'lsak, robbuhu hamma qoidadan o'tganmiz masjidda. Mana buni ham kecha o'tdik. Bu ham cho'zib o'qish. Mana kichkina vavcha mana bu yoqda ham kelyapti. Mana buni ham kecha o'tdik. Esingizda bo'lsa. Qarang mana hamma qoidalarni o'tyapmiz. Qur'oni Karimdan quyidagiga misol ko'rsatdim hamda bunga ham misol ko'rsatib berdim. Endi siz uyasiga takror aytib o'taman. Shu 4 talasiga har biriga 5 tadan misol topib kelasiz. Bu ikkalasini topa olmasligingiz mumkin, lekin bu ikkalasi Qur'oni Karimdan ko'rsatdim, juda ham ko'p keladi. Bitta oyatda o'zida ko'rdingiz, bu 3 marta kelgan. 3 marta, 5 marta kelgan holatlarni ham ko'rdik. Uyga sifat shundan iborat. Yana darsimiz 2 kundan keyin bo'ladi.